Alisher Navoiy she'riyat osmonining porloq yulduzi. U turkiy tilni adabiyot maydonida yangi cho'qqilarga olib chiqqan buyuk mutafakkir. Bobur esa nafaqat shoir, balki sarkarda ham edi. Uning Boburnomasi tarixning jonli ifodasi bo'lib, ularning merosi hozirgi kunda ham yangi avlodlarga ilhom baxsh etishda davom etmoqda. Qo'ng'irot tumanidagi 53-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida adabiyotimizning ustunlari hisoblangan ikki ijodkorning ma'naviyatimiz xazinasiga qo'shgan ulkan hissasi bilan yaqindan tanishish maqsadida adabiy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy tavalludining 584 hamda sarkarda va buyuk shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 542 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda dastlab maktab direktori so'zga chiqib, Alisher Navoiy va Boburning jahon adabiyoti hamda milliy ma'naviyatimizdagi o'rnini alohida ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, tadbirda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Qo'ng'irot tuman bo'limi boshlig'i Umutay Tilumuratova so'zga chiqib, Alisher Navoiy va Boburning ijodi xalqimiz ma'naviyatining ajralmas qismi ekanini ta'kidladi. Shuningdek, ushbu buyuk siymolarning asarlari nafaqat badiiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham egaligini qayd etdi. Tadbir davomida o'quvchilar Alisher Navoiy va Bobur qalamiga mansub g'azal va ruboiylarni yoddan o'qib, sahna ko'rinishlarini mahorat bilan namoyish etdilar. Ularning ishonarli ijrosi, ifodali nutqi va tarixiy obrazlarni jonlantirishdagi mahorati barchaga manzur bo'ldi. Qo'ng'irot tumani 53-sonli maktabda buyuk siymolarimiz Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur bobolarimizning tavallud topgan kunlari munosabati bilan Barhayot siymolar nomli adabiy kecha bo'lib o'tdi. Bu adabiy kechamizni o'tkazishimizdan maqsad yoshlarimizga bobolarimizning ma'naviy merosini yetkazib berib, ularning qalbida vatanga, she'riyatga, bilimga bo'lgan qiziqishini uyg'otish bo'lib, bunday adabiy kechalarni tez-tez o'tkazib turish yoshlarimizni yanada bilimli, dunyoqarashi keng bo'lishida katta ahamiyatga ega deb o'ylaymiz. Uch pora Samarqandning taxtiga qolgan, ulug' Navoiydan kitobat olgan, xalqni mehri ila izmiga solgan, dardlari dunyoga teng Bobur bobojon, taqdir charxpalagi chapga aylanib, yovlar sizga qasd etmoqqa turdi shaylanib, ona yurtni tark etdingiz g'amga bog'lanib, dardlari dunyoga teng Bobur bobojon. Tadbir samimiy va ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Buyuk ajdodlarimiz ijodini yod etish, ularning ma'naviy merosini o'rganish barchaga ilhom bag'ishladi. Bu kabi tadbirlar yoshlarning adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Yusuf Qadirbayev, ETV telekanali uchun Qo'ng'irot tumanidan tayyorlandi.